Korkular sindirish. Hozir qarayman, davlatlar qanaqa qilib xalqlarni boshqaryapti. Deydi. Siyosatga aralashma, gapirma hech narsani. Yomon bo'ladi gapirsang deydi. Ana shu xavf odamlarni boshqaryapti, to'g'rimi? Payg'ambarlar jamiyatga kelib ana shunaqa xavf sindirishni istagan. Ana shuning uchun jonini shunday xatarga qo'yib, boshini kundaga qo'yib, mana shu darajada o'sha botil bilan o'chakishgan. Hozirgi kunda ham aytayapmiz, mana shu haq ahlining vazifasi. Saytaratul vahm deyiladi buni, xavf hukmronligi. Hozir bizni eshitishyapti, bizni ko'rishyapti, hozir yomon bo'ladi. Hatto tashqariga chiqib ketganlarni mana shunaqa deb qo'rqitadi. O'zing kel, ushlab olib kelsak yomon bo'ladi. Qani ushlab olib kelyapti? Mana qarang, shuncha gapni gapiryapti da'vatchilar. Qani qaysi biri ushlab olib kelyapti? Ha, endi mayli. Alloh taqdir qilsa, kimgadir qamoq, kimgadir shahodat u nasib qiladi. Lekin shu darajada ularning qo'lida ekanmi? Hamma narsani boshqaruvi yo'q, mana gapirib yotdi-ku qancha odamlar, qancha gaplarni. Ana shunda o'sha ahli botil aytadi-da, ha, senga o'xshab bunaqangi gaplarni gapirganlar qanchasini yo'q qilib deydi. Yo'q qilib yuborganlar qoldimi xo'p? Yo'q qilib yuborganlar ham yo'q bo'lib ketdi-ku, to'g'rimi? Demak, yo'q bo'lib ketish hammaning taqdiri. Jo'jani kuzda sanaymiz degandek, kim yo'q bo'lib ketdi, kim qoldi, uni avvalambor qiyomatda ko'ramiz. Ikkinchidan, bu dunyoda ham ko'ramiz, kimni yo'li yo'q bo'lib ketyapti-yu, kimni yo'li qolyapti. Ikkinchidan, bu dunyoda ham ko'ramiz, kimni yo'li yo'q bo'lib ketyapti-yu, kimni yo'li qolyapti. İslam bizim dinimiz, baktın demokrasimiz, güç ve bürokrasimiz, bizi kurtarmayacak. Hozir qarayman, davlatlar qanaqa qilib xalqlarni boshqaryapti. Deydi. Siyosatga aralashma, gapirma hech narsani. Yomon bo'ladi gapirsang deydi. Ana shu xavf odamlarni boshqaryapti, to'g'rimi? Payg'ambarlar jamiyatga kelib ana shunaqa xavf sindirishni istagan. Ana shuning uchun jonini shunday xatarga qo'yib, boshini kundaga qo'yib, mana shu darajada o'sha botil bilan o'chakishgan. Hozirgi kunda ham aytayapmiz, mana shu haq ahlining vazifasi. Odamlarga tushuntirishki, yo'q, u seni boshqarish uchun chiqarilgan siyosat xolos. Mana qarang, Bani Isroil Firavundan qanaqangi qo'rqardi. Umuman olganda butun mintaqa o'sha paytda Bani Isroil muxoq Misrliklarmi, o'zlarimi Firavundan qo'rqardi. Hech kim hech narsa deya olmaydi uni oldida. Hatto Musa alayhisalom aytdilar-ku, "Axof an yaqtulun", ular meni o'ldirib qo'yishdan qo'rqaman dedilar. Alloh u kishiga tasalli berdi, qo'rqma. Endi sehrgarlar iymon keltirgach Musa alayhisalomga, o'shalarga Alloh tavfiq berib bir gapni gapirdi, qarang. Faqdi ma anta qad, qiladigan hukmingni qil. Innama taqdi hadhihi al-hayatad dunya. Hukming shu hayot dunyoda o'tadi dedi. Lekin Alloh tavfiq berib sehrgarlar ham mana shu vazifani bajarib ketdi, payg'ambarlar vazifasini. Shuning uchun aytayapmiz, bu payg'ambarlarga xos vazifa emas. Payg'ambarlarning merosxo'rlari bo'lgan da'vatchilarning ham vazifasi. Buki odamlardan xavf to'sig'ini sindirish kerak. Firavunlarga chiqib, zolimlarga, ana shu quburlarmi, qusurlar ahlimi, ularga ana shu gapni aytish kerak. Qiladigan hukmingni qil. Hukming shu dunyoda o'tadi, nima qila olasan? Mana Ibn Taymiyya rahimahulloh ham xuddi shunaqa uslubda. O'ldirsanglar shahidman deganlar. Qamasanglar, qamoq uydan yaxshi ekan, menga uyimdan yaxshi sharoit bor ekan, ovqatimni olib kelib beradi. Ibodatimni qilib yotaman. Uzlat qamoq degan. Haydasanglar, haydashinglar menga sayohat degan. Musulmon kishining sayohati deportatsiya. Bugungi zamon tilida aytganda. Odamlar hozir sayohat qilish orzusida yashaydi. To'g'ri qiyinchiligi bor, lekin musulmon kishining sayohati hijrat, deportatsiya. U yoqdan haydasa bu yoqqa qochasiz, bu yoqdan haydasa bu yoqqa qochasiz. Nima boshqa qo'ldan keladi uni botildi? Agar jamiyat mana shunaqa e'tiqodda yashasa, qarang, bu jamiyat qul qilib bo'lmaydi keyin. Va shunaqa e'tiqodda yashamasi uchun ham seni quburlar bilan, qusurlar bilan qo'rqitadi o'sha jamiyatdagi zolimlar. Mana bir videolarda ko'rsatishyapti-ku, saytaratul vahm degan tushuncha, ya'ni xayol hukmronligi qanday odamni boshqaradi. Otni iyagidan shunday bir narsani o'tkazgandek qilyapti-da, uni yetalyapti. Hech narsa yo'q aslida. Ot, lekin xayolida meni jilovim tutildi degan tushuncha bor uni. Shuning uchun hech narsa yo'q, lekin hech narsasiz yetalasa ot ketib boryapti orqasidan. Aslida odamlar ham xuddi shunday. Saytaratul vahm deyiladi buni, xavf hukmronligi. Hozir bizni eshitishyapti, bizni ko'rishyapti, hozir yomon bo'ladi. Hatto tashqariga chiqib ketganlarni mana shunaqa deb qo'rqitadi. O'zing kel, ushlab olib kelsak yomon bo'ladi. Qani ushlab olib kelyapti? Mana qarang, shuncha gapni gapiryapti da'vatchilar. Qani qaysi biri ushlab olib kelyapti? Ha, endi mayli. Alloh taqdir qilsa, kimgadir qamoq, kimgadir shahodat u nasib qiladi. Lekin shu darajada ularning qo'lida ekanmi? Hamma narsani boshqaruvi yo'q, mana gapirib yotdi-ku qancha odamlar, qancha gaplarni. Bugun oddiy bir hijrat qilib ketgan odamga birinchi keladigan sinov mana shu. Yaxshilikcha kel, bo'lmasam
qo'l oyog'ingga kishan solib olib kelamiz, keyin holing yomon bo'ladi deydi. Siz hali nima qildingiz bu darajada qo'lingizga kishan solib olib ketilmaydigan? Sizdan 1000 karra ularni asabiga tegan odamlarni olib ketish olgan yo'q-ku hali. Ana shunda bilasizki, sizni vahm bilan boshqaryapti. Xolos, mana otni boshqarilganga o'xshab. Va aytayapmizki, payg'ambarlar va da'vatchilar vazifasi ana shu yo'q jilovdan sizni ozod qilish. Yo'q, u jilov, qo'rqmang. Mana shuning uchun hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh aytdiki, fa in kana lakum kaydun fakidun, ayting shularga. Agar biror nayranginglar bo'lsa, qani menga o'sha nayrangni qilinglar, mana men tayyorman. Bu payg'ambarlarning Allohga ishonchidan va o'sha botilni jilovi Allohning qo'lidaligiga ishonchidan. Endi bu degani shuni bilingki, payg'ambarlar yoki ularga ergashganlar o'tda yonmas, suvda cho'kmas degani emas. Hatto payg'ambarlar qatl qilindi. Mana Zakariya alayhisalom qatl qilinishi ham gapmi juda ham bir og'ir suratda aralab tashandilar. Yahyo alayhisalom bir fohishani buyrug'i bilan boshi uzildi. Bani Isroil bir kunda mana nechtalar payg'ambar o'ldirardi. Fariqon kazzabu, fariqon yaqtulun dedi. Bir firqasini kazzobga chiqarsa, bir firqasini o'ldirardi. Payg'ambarlar ham qatl bo'ladi. Payg'ambarlar ham surgun bo'ladi. Mana hijrat qilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam toshburon qilib haydalinganlar, payg'ambarlar ham ozor chekadi. Ya'ni siz bu gaplarni eshitar ekansiz, demak hech narsa zarar kelmas ekan-da deb o'ylamang. Yo'q, zarar keladi. Lekin bu yerda aytilayotgan narsa, bir kishi qurbon bo'lsa ham odamlardan o'sha jilov ketadi. Ana shu odamlarga vahmni yo'qligi tushuntiriladi. Masalan, da'vatchilar deyman. Mana shunaqa gaplarni gapirib qancha da'vatchilar osilgan keyin. Qancha da'vatchilarga suiqasd bilan o'ldirib ketilgan. Qancha da'vatchilar ushlab qamalib deportatsiya qilinib qamoqda yo'q bo'lib ketgan. Ular ham xuddi shu gaplarni gapirgan. Ana shunda o'sha ahli botil aytadi-da, "Ha, senga o'xshab bunaqangi gaplarni gapirganlar qanchasini yo'q qilib deydi. Yo'q qilib yuborganlar qoldimi xo'p? Yo'q qilib yuborganlar ham yo'q bo'lib ketdi-ku, to'g'rimi? Demak, yo'q bo'lib ketish hammaning taqdiri. Jo'jani kuzda sanaymiz degandek, kim yo'q bo'lib ketdi, kim qoldi, uni avvalambor qiyomatda ko'ramiz. Ikkinchidan, bu dunyoda ham ko'ramiz, kimni yo'li yo'q bo'lib ketyapti-yu, kimni yo'li qolyapti. Da'vatchi yo'q bo'lib ketdi, uni yana boshqasi chiqaveradi. Lekin botil ahliga qarasang, yo'q bo'lib ketgandan keyin uni yo'lini davom ettiradigan, uni bir o'ziga shunaqangi yetakchilik bilgan odamlar qolmaydi odatda. Ortdan qolganlar kerak bo'lsa o'zini la'natlaydi o'sha botilni. Bitta ikkita sarqitlar chiqib turishi mumkin, bobom deb o'sha bobosini maqtab. Lekin umuman olganda yo'q bo'lib ketadi tarixdan nom-nishonsiz ahli botil. Bugun ba'zilar aytadi, avliyolarning karomati bo'ladi degan narsa bor. Hozirgi kunda ham alhamdulillah yer yuzida Allohning valilari bor. O'shalarning karomati nima bo'lishi mumkin? Odamlar o'ylaydiki, karomat shu suvni chappa oqirish, osmonda uchish deydi. Yo'q, buni texnologiya bilan ham qilinyapti bugun. Haq ahlining eng katta karomati bugun butun dunyo ularga qarshi birlashsa ham, mana yahudiysi ham, nasroniysi ham, mushriki ham birlashadi, lekin qarasang haq ahli yo'lda davom etaveradi. Ha, o'lsa Allohning huzuriga ketadi, lekin yo'lda davom etaveradi. Oddiy imkoniyatlar bilan. Ularni yo'q qilish uchun ahli botilga qarasang, eng kuchli imkoniyatlarni sarflaydi. Lekin ularda qarasang, eng oddiy imkoniyatlar bilan yo'lini davom etaveradi. Bugun misol masalan G'azani qarang. Butun dunyo yahudiylari, nasroniylari birlashgan ularga qarshi. Eng kuchli qurollar, istixborot tizimlari, eng kuchli armiyalar. Ularda qarasang eng oddiy imkoniyatlar. Lekin yo'lida davom etaveradi. Ana shu haq ahlining karomatlaridan. Botil u qusurmi, quburmi zarar bera olmasligidan. Ozor zarar emas, shuni biling. Alloh Qur'onda aytgan buni. Lan yadurrukum illa adha. Sizlarga ozordan boshqa narsadan zarar bera olmaydilar degan. Ozor u dunyoning o'zi haqiqati ozor. Onamiz bizni tug'ish uchun qancha ozor chekkan. Emizish uchun qancha ozor chekkan. Tug'ilaman deb o'zimiz qancha ozor chekkanmiz. Katta bo'lguncha qancha. Dunyoning turgan turmushi ozor o'zi. Laqad xalaqnal insana fi kabat degan. Insonni biz ana shunaqa kabat ichida yaratdik, ozor zarar degan, qiyinchilik. Zarar deganda yo'lda to'xtab qolish aytilinadi. Mana bu narsani hech qachon ahli botil, na ahlul qubur, na ahlul qusur qila olmaydi. Yo'l davom etaveradi.